Assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun va kelayotgan yangi yil hammaga omadli, barakali, xayrli kelsin ilohim. Xo'p, kechaga ochilgan King Burger bo'yicha fikrlar bor. Shularni aytmoqchiman va bo'lishmoqchiman. King Burgerdagi o'chirtni ko'rib, o'chirtni ko'rib, qarab kuzatib endi o'z fikrlarimni aytaman. Shaxsan men 2009-yildan boshlab 2016-yilgacha Evs ishlaganman. 2022da 23.5gacha Maxray'da gen direktor bo'lib ishlaganman va hozirgi kunda Qozog'istonda 17 ta filialim bor. Sherikchilik loyihasi qilganman. Ali Doner qilib Qozog'istonda ochganmiz. Fast food tarmog'ini. Xo'p, endi King Burgerga keladigan bo'lsak, uni burgeridan ko'ra men shaxsan nima deydi, bu sohani odam bo'lib ayta olamanki, Evs Oqtepa Fidab Maxray'larni burgeri bundan ancha aqlli.